Assalomu alaykum. Hozirda biz sabzi ekin hududidamiz. Loyiha 2025-yil AT Xalq banki Keles BXM bilan birgalikda Toshkent viloyati, Toshkent tumani Chuvalachi mahalla fuqarolar yig'inidagi 20-49-konturda amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu maydonga sabzi ekin ekilgan. Ekin ekilgan maydon 4,5 gektarni tashkil qiladi. Mahsulot yetishtirish davri 184 kunni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar tabiiy yo'l bilan sug'orilib kelinadi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 9 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Har bir dehqon xo'jaligi 50 sotixdan ekin maydoniga ega. Loyihadan 135 tonna sabzi ekini yig'ib olish rejalashtirilgan. Har bir gektaridan 60 million so'mgacha daromad olish ko'zda tutilgan. Bu loyiha samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Kelajakda bu dehqon xo'jaligi faoliyatini kengaytirib, yer maydonlari ajratib berish ko'zda tutilgan. Asosiy maqsadimiz faqat o'zimiz, balki butun jamiyatimiz uchun foydali bo'lishligi.